Kim gapirsa ham men o'z hayotimni yashayman. Boshqalar nima dedi deb yashash bu ham kasallikday gap. Ayniqsa ayollar o'z shaxsiy xohishlariga qarab emas, balki odamlarning fikriga qarab yashaydi. Masalan, 25 ga kirding, hali o'qishni bitirganing yo'q, maqsadlaring bor oldingda. Lekin odamlarning nimaga turmushga chiqmagansan degan savollaridan to'yib, majbur bo'lib ota-onasini o'ylab, ba'zida o'zi xohlamagan erkakka turmushga chiqadi ayol. Yana farzandli bo'lish, nega hali ham tug'mayapsan degan gapdan qochib, o'ziga battar ruhiy bosim o'tkazadi. Bu juda ham katta xato. Yana o'zingizga yoqqan pomada ishlatdingiz. Yo'q, odamlar nima deydi? Labini qip-qizil qilib olibdi demaydimi deysiz. Ajrashgan ayolga hech kim yaxshi ko'z bilan qaramaydi deb ko'plar baxtsiz nikohda yashashga majbur bo'ladi. Odamlar nima deydi deb. Bu odatdan qanday qutulish mumkin? O'zingizga savol bering. Ular sizni boqyaptimi? Hayot sizniki, qaror ham sizga tegishli. Sizni tushunadigan, fikringizni hurmat qiladigan inson bilan ko'proq gaplashing. Orzularim odamlar fikridan muhimroq deng. Hayot seniki, nazorat ham seniki. O'zing xohlaganday yasha. Ular baribir gapiradi.